Tasavvur qiling, hozir siz internetga kiryapsiz. Telefoningiz qo'lingizda, Wi-Fi yoki mobil internet yoqilgan. Siz biror saytga kirdingiz, video ko'rdingiz, izoh yozdingiz yoki ijtimoiy tarmoqqa post joyladingiz. Ko'pchilik shu yerda bir narsani o'ylaydi. Men internetda qanchalik ko'rinaman? Meni kimlar kuzatmoqda? Anonim bo'lish mumkinmi? Internet paydo bo'lgan ilk yillarda odamlar uni erkinlik hududi deb tasavvur qilishgan. Go'yoki bu yerda har kim o'zini istagancha yashira oladi, istagancha erkin harakat qiladi. Lekin bugungi internet avvalgidan mutlaqo boshqacha. Har bir bosgan tugmangiz, kirgan saytingiz, qidirgan ma'lumotingiz va hatto qancha vaqt ekran oldida qolganingiz ham ma'lum darajada qayd etilishi mumkin. Anonimlik deganda ko'pchilik mutlaqo ko'rinmas bo'lishni tushunadi. Aslida esa anonimlik va maxfiylik bir xil narsa emas. Maxfiylik bu shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish. Anonimlik esa sizning kim ekanligingizni boshqalardan yashirishdir. Masalan, siz ko'chada niqob taqib yursangiz, odamlar yuzingizni bilmasligi mumkin, ammo sizning borligingizni ko'rib turishadi. Internetdagi anonimlik ham shunga o'xshaydi. Ko'pchilik internetda mutlaqo anonim bo'lish mumkin deb o'ylaydi. Lekin haqiqat shuki, oddiy foydalanuvchi uchun to'liq anonimlik deyarli mavjud emas. Chunki internet ishlashi uchun qurilmalar bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Saytlar sizning qurilmangiz, brauzeringiz, til sozlamalaringiz, ekran o'lchamingiz va boshqa ko'plab texnik ma'lumotlarni ko'rishi mumkin. Bu ma'lumotlarning o'zi ham ba'zan foydalanuvchini ajratib olish uchun yetarli bo'ladi. Shunga qaramay odamlar nima uchun anonimlikka qiziqadi? Sabablari juda ko'p. Birinchi sabab shaxsiy hayotni himoya qilish. Hech kim har bir harakati kuzatilishini xohlamaydi. Ikkinchi sabab xavfsizlik. Firibgarlar va kiberjinoyatchilar imkon qadar ko'proq ma'lumot yig'ishga harakat qiladi. Uchinchi sabab fikr erkinligi. Ba'zi odamlar o'z qarashlarini ochiq aytishga xavotir sezadi va anonim tarzda fikr bildirishni afzal ko'radi. Ammo anonimlikning qorong'i tomoni ham mavjud. Agar odam o'zini javobgarlikdan xoli deb his qilsa, u boshqalarga zarar yetkazishi mumkin. Internetdagi ko'plab haqoratlar, firibgarliklar, yolg'on ma'lumotlar va manipulyatsiyalar aynan anonim yoki soxta profillar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun anonimlikning o'zi yaxshi yoki yomon emas. Uni qanday maqsadda ishlatish muhim. Endi bir savol. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar internetdagi faoliyatni kuzata oladimi? Odamlar ko'pincha filmlarda ko'rgan narsalarga ishonadi. Go'yoki biror kishi internetda bir necha tugmani bosadi va hech kim uni topa olmaydi. Amalda esa vaziyat ancha murakkab. Agar qonun buzilishi, firibgarlik, tahdid yoki boshqa jiddiy holatlar yuz bersa, qonuniy jarayonlar orqali turli ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Shuning uchun internetdagi har qanday harakat butunlay izsiz qoladi deb o'ylash noto'g'ri. Shu o'rinda muhim narsani tushunish kerak. Maxfiylikni himoya qilish va qonundan yashirinish ikki xil tushunchadir. Maxfiylikni himoya qilish bu o'z ma'lumotlaringizni firibgarlardan, reklama tizimlaridan yoki noma'lum shaxslardan asrash. Qonundan yashirinish esa boshqa masala. Mas'uliyatli internet foydalanuvchisi birinchisiga e'tibor qaratadi. Xo'sh, oddiy inson o'z maxfiyligini qanday yaxshilashi mumkin? Eng avvalo har bir saytga shaxsiy ma'lumotlarni beravermaslik kerak. Ko'plab odamlar oddiy ro'yxatdan o'tish uchun ham telefon raqami, manzil, tug'ilgan sana va boshqa ma'lumotlarni kiritadi. Keyinchalik esa bu ma'lumotlar qayerga ketganini bilmaydi. Ikkinchi muhim qadam kuchli parollar va ikki bosqichli himoyadan foydalanish. Uchinchi qadam esa internetda ko'rgan har qanday havolaga ishonib bosmaslik. Chunki ko'plab firibgarliklar aynan insonning o'z ehtiyotsizligi tufayli sodir bo'ladi. Bugungi kunda odamlarning eng katta xatolaridan biri shundaki, ular anonimlik texnik vosita deb o'ylaydi. Aslida esa anonimlikning katta qismi insonning o'z xatti-harakatlariga bog'liq. Siz eng zamonaviy vositalardan foydalansangiz ham, agar ijtimoiy tarmoqlarda telefon raqamingizni, yashash joyingizni, ish joyingizni va kundalik hayotingizni muntazam ulashsangiz, anonimlik haqida gapirish qiyin bo'ladi. Internet tarixidagi eng mashhur hodisalardan biri shuki, ayrim foydalanuvchilar o'zlarini mutlaqo noma'lum deb hisoblagan, lekin keyinchalik o'zlari qoldirgan mayda ma'lumotlar orqali aniqlangan. Ba'zan bitta suratdagi bino, bitta izohdagi jumla yoki bitta vaqt belgisi inson haqida juda ko'p ma'lumot berishi mumkin. Kelajakda anonimlik yanada murakkab masalaga aylanadi. Sun'iy intellekt katta ma'lumotlar bazalari va yuzni aniqlash texnologiyalari rivojlanib borayotgan bir paytda insonning raqamli izi tobora kattalashmoqda. Shu sababli kelajakdagi eng muhim ko'nikmalardan biri dasturlash emas, balki raqamli savodxonlik bo'lishi mumkin. Ya'ni odam internetda qanday ma'lumot qoldirayotganini tushunishi kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, internetdagi anonimlik afsona ham emas, mo'jiza ham emas. U cheklangan darajada mavjud va ko'proq ongli foydalanishga bog'liq. Eng muhim maqsad noqonuniy ishlardan yashirinish emas, balki shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish.
firibgarliklardan saqlanish va internetda xavfsiz foydalanishdir. Har safar internetga kirganingizda o'zingizga bir savol bering. Men qoldirayotgan ma'lumotlar haqida yetarlicha o'yladimmi? Chunki raqamli dunyoda eng katta himoya vositasi texnologiya emas, balki bilimdir.